uyingizni chiroyli qilib ko'tartirsiz. Ko'targandan keyin buni, ya'ni tashqarida turgandan keyin fasadingizda yomg'ir yog'ib oqib ketyapti. Yomg'ir yog'ib oqib ketgan hisobiga tashqi fasadingizni suvoq qildi. Suvoq qilganingizdan keyin mana bunday holatda bu uyimizga o'xshab turib sho'rlab ketyapti. Sho'rni yechimini topaman deb fasadga biron narsa qilmoqchi bo'lsangiz, qo'rqyapsiz, ya'ni fasadingiz tushib ketib sho'rlab ketishdan. Endi buni yechimi topilib, 15 yilga garantiya beriladigan travertinni sizlarga tavsiya qilamiz. Buni zo'r tomoni super mo'yshi bo'ladi. Aytganimizdek, hamma yog'i cho'tki bo'ladi. Bir sloy travertin, polirovka hamma yog'i zo'r bo'ladi. Eng qizig'i uyni yonida atkosdagi, ya'ni tiyagalarni ham o'zlari qilib berishar ekan. Pagonometrda ichida alohida, ya'ni darvozaxonalarga qilib bersalar, ya'ni mana bunday tiyagalarni olib bersalar, 25 ming so'mdan yopishtirib berishar ekan. Xo'p, travertinimizni xizmatiga keladigan bo'lsa, 100 ming so'mdan bu narxlarda ichida vodiy bo'ylab dastavka, ustanovka xizmati, usta haqqi hamma yo'g'ini o'z ichiga oladi. Sizdan talab qilinadigan narsa yeb ichish yotog'ini qilib bersalar ham bo'ldi. Vodiydan tashqari akalarimiz kelishilgan holatda qilib berishar ekan. Kimgadir shunaqa sifatli travertin xizmati kerak bo'lsa, pastdagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar.